2026-yil avgust oyiga Centrum Holdesda umra narxlari necha pul bo'lyapti va shart-sharoitlari qanday bo'lyapti? Shular haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan aka-uka, opa-singillar va Umra ziyorati kanalining qadrli obunachilari. Bormisiz, omonmisiz, do'stlar? Hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisida bizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga yangi narxlar, avgust oyiga qachon va qayerdan reyslarimiz bor shular haqida batafsil va to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga mana shu videoda maksimal darajada tarqatib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, hozirgi kunda bizda Farg'ona Jidda va Toshkent Jidda yo'nalishlari bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri parvozlarimiz amalga oshirib kelinyapti. Ya'ni haftaning har seshanba sanasiga Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha, haftaning har chorshanba sanasiga esa Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri parvozlarni Centrum Air samolyotlarida amalga oshirishingiz mumkin azizlar. Hozirgi kunda bizning qabullarimiz, ya'ni har haftaga aytib o'tgan vaqtga sanalarimizda, reyslarimizda joylarimiz bor. Bemalol quyidagi raqamlar orqali qo'ng'iroq qilib, aloqaga chiqib, joylarini bron qilsalaring bo'laveradi. Xudo xolasa safarimiz 14 kunlik bo'lib, 3 kun Madina Munavvarada, 11 kun Makka Mukarramani tashkil qiladi. 3 kun Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, 11 kun Makka Mukarramada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari taqdim qilinadi. Bundan tashqari Madina Munavvarada 150-200 metrli shinam va 4 yulduzli gastinisalarda ziyorat va ibodatlar qilishingiz mumkin. Makka Mukarramada esa 800-900 metrni tashkil qiladigan bemalol piyoda borib kelgani piyoda, agarda haydovchilar bo'lsa, avtobus ham yo'lga qo'yilgan, avtobuslarda ham borib kelib ibodatlar qilishingiz mumkin azizlar. Hozirgi kunda do'stlar, qabullarimizga to'g'risi juda ham ko'pchilik ziyoratchilarimiz qiziqish bildirib, tezda to'lib qolyapti. Shuning uchun sizga ham tavsiya beraman. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan ishonchli va garantiyali tur firma orqali Umra ziyoratiga jo'natmoqchi bo'lsangiz, hoziroq biz bilan bog'lanib, joylarini bron qiling azizlar. Xo'p, 14 kun safar mobaynida tajribali va malakali 50 boshlar hamrohligida sizlarga 10 dan oshiq ziyoratlar va qo'shimcha ekskursiyalar. Birinchi bo'lib bizda Madina Munavvaradan ziyoratlar boshlanadi. Ya'ni Ravza-i Sharif, Qur'on bosmoxonasi, Xurmo bog'i shu kabi ekskursiyalarimiz tashkil qilingan. Makka Mukarramada esa Toyib shahriga, ya'ni bir martalik to'lov evaziga 2 marta umra qilish imkonini beradigan safar, ya'ni Toyib shahriga ham safarlarda amalga oshirganmiz va Qizil dengiz sayohatini bonus tariqasida siz ziyoratchilarimizga qo'shib beramiz do'stlar. Hoziroq biz bilan bog'lanib joylarini bron qiling. Bunday imkoniyat, bunday sharoit har doim ham bo'lavermaydi. Bu faqatgina Umra ziyorati kanalining qadrli obunachilari uchun maxsus video syomka bo'lib o'tyapti azizlar. Xo'p, hozirgi kunda gapni qisqa qilib aytganimizda narxlarimiz Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha 1050 dollardan, Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha esa 1075 dollardan qilib belgiladik. Hoziroq joylarini bron qiling. Bunday imkoniyat har doim ham bo'lavermaydi. To'lovlarimizni qanday amalga oshiramiz degan savollarga, to'lovlarimiz siz bizga ya'ni Telegram yoki WhatsApp orqali Zagram pasportlaringizni taqdim qilasiz, rasmini biz sizga bank shot raqamlarini tashab beramiz. O'zingizga yaqin bo'lgan xohlagan bank ofis yoki filiallardan to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Agarda siz Farg'ona, Marg'ilondan kuzatayotgan bo'lsangiz, bemalol rasmiy ofisga kelib, rasmiy kassalar orqali ham to'lovlarni amalga oshirib ketishingiz mumkin azizlar. Hoziroq biz bilan bog'laning, aloqaga chiqing, joylarini bron qiling azizlar. Xudo xolasa sizlarga to'liq batafsil ma'lumotlar berdik degan umiddaman. Agarda videomizda xato va kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga videoni maksimal darajada tarqatib qo'yishni unutmanglar azizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling.